Temuriylar malikasi Gavhar Shodbegim. Gavhar Shodbegim o'zi kim? Uning davlat siyosatida tutgan o'rni qanday? Ulug'bekning onasiga bo'lgan mehri qay darajada edi? Gavhar Shodbegimning avlodlari Saidlar qarg'ishi tufayli vafot etganligi rostmi? Gavhar Shodbegimning o'z shaxsiy muhri bo'lganmi? Aynan shu savollarga hozir javob topamiz. O'z zamonasining eng go'zal sulton xonimlaridan biri Gavhar Shodbegim 1379-yilda tavallud topdi. Uning otasi Chig'atoy zodagonlaridan biri G'iyosiddin Tarxon edi. Gavhar Shodbegim 1393-yilga kelib Shohrux Mirzo bilan turmush quradi. U turmushidan 3 farzand o'g'il, 2 farzand qiz ko'radi. Shohrux davlatni idora qilishdan ko'ra ko'proq toat ibodat, diniy kitoblar mutolaasi bilan mashg'ul bo'lmoqni afzal ko'rardi. Shuning uchun ham devon ishlarini boshqarishni, so'ng viloyat hokimlari va qo'shin sargardalarini tayinlash, hatto kimga qanday inom, kimga qanday jazo berish ruxsatini ham Gavhar Shodbegimga topshirib qo'yadi. 1440-yilda mashhur tarixchi Fasih Ahmad Haffoviy Gavhar Shodbegimning buyrug'i bilan 2 marta zindonga tashlanadi. Bu bunga misol bo'la oladi. Mirzo Ulug'bekning fidoyiligi haqida gap ketganda, bevosita uni ilm ahliga hadya etgan volidai muhtaramasi Gavhar Shodbegimning siymosi ko'z oldimizga keladi. Gavhar Shodbegimning to'ng'ich farzandi Mirzo Ulug'bekning tarbiyasi go'dakligidayoq Samarqandga keltirib Bibixonimga topshirilgan. Malika o'g'lini ko'rish uchun Samarqandga kelib turgan. Malikaning navbatdagi tashrifi 1420-yilga to'g'ri keladi. Mirzo Ulug'bek o'zi barpo etgan madrasai oliyani qurib bitkazib, o'z faoliyatini boshlagan edi. Mirzo Ulug'bek qurdirgan madrasaning go'zalligiga tan bergan Malika Hirotda ham shunday madrasa qurishni niyat qiladi va bu madrasa qurilishi 12 yil davom etadi. Aynan bu madrasaning ochilishi juma kunga to'g'ri keladi. Bu marosimga Shohrux Mirzo ham qatnashadi. Hirotdagi Gavhar Shodbegim madrasasi uning vafotidan so'ng o'z davri uchun ham, keyingi davr uchun ham turli mutaxassislar tayyorlovchi ilm-ma'rifat markazi sifatida faoliyat olib borgan. Shohrux Mirzo ham xotinini Gavhar Shodbegimning donoligiga tan bergan. Saltanatni boshqarishda oqilona va tadbirli maslahatlariga ehtiyoj sezgan. Shu bois saltanatga doir ko'pgina ishlar Malikaning nazar e'tiboriga havola qilingan. Saltanat devon ishlari o'ktam va tadbirkor Gavhar Shodbegim boshqargan. Tarixchi olim Amiriddin Berdimurodov o'zining Samarqand tarixidan tomchilar nomli maqolalar to'plamida Gavhar Shodbegimning hatto shaxsiy muhrga ega bo'lganligi haqida aytib o'tadi. Bu Malikaning ayrim davlat ishlarida o'zi shaxsiy qaror qabul qilib, uning ijrosini kuzatganligini tasdiqlashini ko'rsatadi. Muhr to'q yashil mahtobdan, to'q yashil rang, nefritdan bodomsimon shaklda yasalgan bo'lib, sirtida suls yozuvida arabcha xat bilan Gavhar Shodbegim G'iyosiddin Tarxonning qizi deb yozilgan. Malikaning juda katta siyosiy kuchga ega bo'lgan mazkur muhri bugungacha yetib kelgan. U tosh o'ymakorligining go'zal namunasidir. Bu noyob yodgorlik hozirda Sankt-Peterburgning Ermitaj muzeyida saqlanib kelmoqda. 1457-yil 31-iyun. O'sha mudhish voqea. Gavhar Shodbegim o'z chevarasi Abu Said Mirzo tomonidan chavaqlab tashlanadi. Hayotining katta qismi to'y va tantana bilan o'tgan Malikaning umrining oxiri fojialar va qayg'ular bilan o'tdi. Bir so'zli, shijoatkor Malika bir necha marta farzand dog'ini ko'rdi. Katta o'g'li Ulug'bek o'lganida na uning jasadini va na qabrini ko'ra oldi. San'at oshiftasi Boysung'ur Mirzo 38 yoshida vafot etdi. Kenja o'g'li Muhammad Joki 44 yoshida vafot etdi. Malikaning qaddini egib ketdi. Bunga sabab qilib Gavhar Shodbegim aynan Saidlarni qatl ettirishga buyruq berganligini ko'plab tarixchilar keltirib o'tgan. Hattoki Saidlarni qatl etishga Amir Temur ham buyruq bera olmagan. Saidlar qatl etilayotganda Shohrux Mirzo va Gavhar Shodbegimni doibat qilishgan. Tarixda asrlar, yillar o'tgan sayin ayrim tarixiy voqealar biroz xira tortib unutilishi mumkin. Ammo ezgu ishlar amalga oshirgan, kashfiyotlar yaratgan kishilarning
ismlari mangulikka daxldor. Dunyoni o'z go'zalligi va aql idroki bilan larzaga solgan Gavhar Shodbegim vafot etdi. Uning ismi sizu bizning dilimizu tilimizda hali ham mujassam. Onamning ismi-yu ko'zlarigina gavhar emas, balki aqli ham gavhar edi. Mirzo Ulug'bek.